Assalomu alaykum aka-ukalar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Xonadoningizda tinchmi? Tuzukmisizlar? Ishlar bilan charchamay yuribsizlarmi? Xo'sh, bugun yengilliklar ko'p. Endi o'zimga keldim, uxlab, kecha rosa charchamman. Kecha dogovorniyda ana Tanachiko'r o'g'li o'ynadi. Men o'zim o'ynamadim, bolalar og'aylarim pul tikib o'ynashdi. 3 ta raundda yutdi. Faqat buni ham shu otasiga o'xshab ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Buni ham bitta ko'zi ketdi. Yosh kattaroq tulliga tushdi-da bu. Pixchi narsa ekan. Lekin kaltaylab sindirib tashadi, xudo xolasa. Keyin safimizga yana bitta xo'roz kelib qo'shildi. Bugun ertalab soat 5larda edi. Shu aeroportga borib, Koreyadan xo'roz olib keltirdi. Oldi, xudo xolasa. Ularni Yaponiyaga qo'shib qo'ydim. Yaponiyaga qo'shib, endi hammasidan tuxum yig'ib oldim. Yig'oladiganimni yig'ib oldim. Endi sekin, xudo xolasa, uni ham zotini olib, juda ushqoqon ekan, 1 haftami, 2 hafta oldin, 1 hafta oldin deyishdi. Koreyada katta dovrada yutgan bu xo'roz. Yaxshi summadan yutgan. Buni otasini olib keltira olmadim. Otasi $8,000 ga ham berilmayapti buni otasi hozir. Bolasini oldim. Mana Tanachiko'r. Mana shu tarafdan ko'r bo'lib qoldi. Mana shu tarafdan ko'zi ko'r bo'ldi. Mana o'zi. Hozirgi holatda xo'rozi. O'zini yaxshi his qilyapti, yeb ichishlari yaxshi, cho'tki. Hech qanaqa aybi yo'q. Bugun ertalab yetib kelgan jo'ja manba bo'ladi, mana manba. Mana manba jo'ja bo'ladi, ertalab yetib kelgan. Katta dovrada qiyiqrat yutgan bu anaqada, Koreyada. 1 hafta oldin deyishdi. Mana shu. Juda katta ham emas, bu kichkina ekan. 4 kilo 200 mi shunaqa ekan. 4 kilomi, 4 kilo 200 mi? Kichkinagina, juda to'pponcha xo'roz ekan. Endi bu sal damlarini olib, yo'ldan mana bir aeroportda kichkina konteynerda kelar ekan. Bu hovliga qo'yib yubordim. Mana yaqinda uyg'ondim o'zi. Kecha kuni bilan men Tanachiko'r dogovorni o'yin bo'ldi. O'yinga bormadim. Bizga qarshi taraf bor edi, o'sha bilan o'ynadik. Bu yengilligini bittasi sotiladi bu. $500 bo'lsa berib yuboraman. Xohlasanglar zotga olinglar, xohlasanglar toblab o'ynasanglar ham bo'ladi. Keyin menga ham sotiladi. Yulduzchan Navar o'g'li. Sotiladi. Mashina sotiladi. Xo'p, Tanachiko'r o'g'li. Bu ham ko'r bo'ldi. Bu $500. Xo'p, manba Yulduzchan Navar o'g'li $400, $300 bo'lsa berib yuboriladi. Tepasida ikkita tovug'i bor. Ular ham sotiladi, $150 ga berib yuboriladi u ham. Xullas shunaqa gaplar. Eng zo'ri manbalar bo'ladi, mana manbalar, yaponkalar. O'ziga xon, o'ziga bek yurishaveradi bular, mazza qilib, hovlida. Ovqat bersam yeydi, bo'lmasa ham rizqini shu yerdan terib yeb yuraveradi bu jonivorlar. 3 ta partiya tuxum bostirib qo'ydim, xudo xolasa. Yengilligim shu aka-ukalar. Kimga kerak bo'lsa, telefon nomer qoldiraman. Telefon qilib bemalol gaplashsanglar bo'ladi.